Hurmatli kuzatuvchilar, assalomu alaykum. Mana biz hozir Andijon viloyatini Xo'jaobod tumanida ekan, Imom ota ziyoratgohiga tashrif buyuryapmiz. Qarang, qanaqangi bir zo'r joylar ekan, tog'liklar, adillar, qirlar. Hozir o'sha ziyoratgohda bir ziyorat qilib, Xudo xohlasa, nasib bo'lsa bugun bizda to'g'risi dam olish, Xudo xohlasa, lekin dam olish vaqtimizda ham biz vaqtimizni zoyi ketkazmayapmiz. Shunaqangi bir zo'r ziyoratgohga borib, o'rlarni ziyorat qilib, Xudo xohlasa, bir o'tganlarda sho'xlarga bir Qur'on tilovat qilib, ishimizga omad so'rab, yana yo'limizda davom etamiz. Mana shu bitta eng qiziq joyi, mana shu joy Qirg'iziston Через 300 метров поверните налево. O'sh shahri bilan chegaradosh ekan. Qirg'izistonga ham o'tib ketishimiz hech gap emas. Bizni kuzatishda davom eting azizlar. Sizga yana kengroq qilib yangi bir kontentlar ko'rsatamiz, Xudo xohlasa.